Bu videodan keyin dasturchilar aniq meni yomon ko'rib qolishadi. Junior dasturchi bo'lsangiz, ko'proq tajriba olishga harakat qiling. Chunki sun'iy intellekt junior dasturchi qiladigan ishni bemalol qila olyapti. Demak, gap isboti bilan hozir bitta loyiha yaratamiz, ya'ni oddiy HTML CSS loyihamizni yaratib olamiz va unga biz prompt orqali o'sha kodlarimizni yozishni boshlaymiz. Ya'ni biz VS Code'ni ochib olamiz va bu yerda bitta HTML fayl yaratib olamiz va uni yoniga CSS fayl ham yaratib oldik mana. Qilganimizdan so'ng biz har doimgidek demak CSS'imizni ulab qo'yamiz. Ya'ni bizda CSS maydonni ulab qo'ydik. Barcha dizaynlar shu yerda bo'ladi. Endi esa mana shu extension, ya'ni Gemini deb nomlangan extensionni biz o'zimizga o'rnatib olamiz. O'rnatib olganimizdan so'ng esa biz bu yerda uni ko'rishimiz mumkin. Va biz bu yerda undan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Ushbu knopkani bosish orqali biz Gemini sun'iy intellekti orqali ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak va bu yerda biz ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng mana o'ng tarafda HTML va CSS fayllarimizni ko'rishingiz mumkin va bu yerda HTML faylimiz belgilangan turibdi. Demak, biz bu yerga yozamiz: menga professional blog bir sahifalik web saytni yaratib ber, style.css faylim ham mavjud deb promptni yuboramiz. Va bu yerda sun'iy intellekt bizning promptimizga mos natijani qaytarib beradi. Va bu yerda biz umumiy mana endi bizda sun'iy intellekt barcha o'zgarishlarni kiritib berdi va oxirida bizda o'zgarishlarga ruxsat berish, ya'ni o'zgarishlarni yuborish degan joyiga ruxsat beramiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin bizda kodlarimiz paydo bo'ldi va bu yerdan biz HTML faylimizni brauzer orqali ochib olganimizdan so'ng mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ochiq joy rasm o'rni, rasm avtomatik qo'yib bermaydi. Buni o'zingiz qo'yib olasiz va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. So'nggi maqolalar degan sahifasi va men bilan bog'laning degan joylari bor, ya'ni sahifamizda. Va bu yerdan siz hozir men haqimda maqolalar qismiga bemalol o'tishingiz mumkin. Ya'ni junior dasturchi qiladigan loyihani sun'iy intellekt prompt orqali qilishni boshladi.